meni? Hey, qizval tashlab ketganga yig'lab juramsan, ha? Ayta, zodi kim seni tashlab ketdi? Kim bo'ladi? To'y qilmoqchi bo'lgan loyiqim tashlab ketdi. Adash, men saqlaqa. Toza chiroyli qizdan birini o'zim tunishtirib qo'yman. Men degan Mo'zduzning o'g'li. Meni hech kim yaratmaydi, Adash. Hech kim yaratmaydi. Hay. Sen degancha hammani cho'ng sodigar bo'lasan. Buningda chataq yo'q. Shu chaqda qiz degan oqindan qandoq yuguraydi? Andin bilasan, ha? Rasma? Dilxumor degan nimani qandoq qilsam bo'la? To'lqinga tunishtirsamchi. To'g'ri. Bu chora bo'lgudek. Jurat. Ha? Nim bo'ldi? Xiyol surib yetib ketibsiz-g'o. Nim bo'ladi? Xaqning g'imini yo'taman shu. Nima? Xaqning g'imi? Vey, o'chiqroqdan zod nima ish bo'ldi? To'lqinni tunishsiz-g'o. Ha. Uning bir ish bo'lmagandi. Bir ish qo bo'g'ini yo'q. Lekin ash bichara ta hozirgacha loyiq topolmay, to'y qilolmay yuraydi. Tova xudoyim. Shundoq yaxshi yigitmi ta hozirgacha to'y qilolmay yursa. Hammasi bog'o. Pulning dadi shu. Agar shuning puli bo'lgan bo'lsa, qiz bola degan bog'o uning kaynidan tik yuradi. Undaqmi deb ketmang Jurat. Ko'ngil deganni pul bilan setib olg'ili bo'ladimi? Shu bichariga obdaroq loyiq bo'lgan bo'lsa, birini topsa bo'ladi. Shuni dang. Haras. Heliq Dilxumor degan do'stingiz-chi? Haras Dilxumora. Tov xudoyim, ajab boldir esim kelmabdi. Shu bicharningmi bir yigitdan ta hozirgacha tali chiqmayotdi desa, u kim bilan yursa, shu uni tashlab ketib qoladi. Bo'sig'u shu ikkisini bir tepishtirib qo'ygan bo'lsak, toza obdan bo'ladi. Biroq shu Nim biroq? Dilxumorning talabi bakli yuqori deyman. Hey, avval ko'rish baqson. Ko'rishgandan keyin andin to'lqinni andaq yaxshi, mundaq yaxshi, mundaq kelishgan, qo'l ilkidi ba deb maqtaysiz. Andin ikkisining besh bir ekanmamda jinim, ha? Shundoq qilamdiq ya. Savobnim olamas. Bo'z shunday qilmaylimi, ha? Ma'qul emisa, ularning beshini bir qilsak bizga savob bo'lib qolar. Undaq yer bosmaydi. Balli. Mana endi ayolim qo'shidinglar. Mayli emisa. Dilxumor, ma'lum amal bo'lmadi. Ajrashaman desam, ayolim har ikkimizni sotib so'rab apirdiga o'xshaydi. U chaqda har ikkimizning tugashgani shu. Endi kelganda siz nim demoqchi Jurat? Sizga deb qo'yay, men tashlayman deb ham xiyol qilmang. Voy, nima bilan deydigan siz amrig'im? Men sizdan ayrilaman deganim yo'q-ku. Bundaq yuraversak, oqibatimizmi yaxshi bo'lmag'idek. Siz degan qiz bola. Atogin ish oshkorlansa, ota-onamizga nima deymiz? Haqlagichu. Uningdan ko'ra haq ish nimani bilmasda to'y qilsangiz yaxshi bo'ladi. To'y qilib ajrassamchi? Vah. O chaqda gulguliga keldi degan so'z. Ha? Undaq siz deb beqing, men kimga tegaman? Xotirjam bo'ling. Meni toza yumshoq vash do'stimda birisi bor. Qolgan gap sizning uni o'zingizga qanday qaratishingiz qoldi. Bo'pti, ko'rsam ko'rishay. Amiz kelishdik. Xotirjam bo'g'in. U bek yaxshi yigit. Cho'qim chiqishib qolsizlar. Bu so'rinni sizlarni deb rostladim. Ajrimni yada qo'yma. Yuraklik bu. Ha?
Navada o kız. Hey, to'la tilingni chaynamay, yuraklikroq bo'lmamsa, uningda gap yo'q. Hamma gap senda qoldi. Ha? Voy. Qanday ahvolinglar? Kelinglar, kelinglar. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizlarni tunishtirib qo'yay. Bu yoqning ismi Dolpon. Buniki men bilan birga savdo qiladi. Kelgusida cho'ng savdogar bo'ladi. Xuddi menga o'xshash. Qanaqa dedim adash? To'g'ri. Qanday kunlar? Do'stingizni tunishtirmabsiz. Do'stimning ismi Dilxumar. Mening yaqin do'stim ham saboqdishim. O'zi xushchaqchaq muloyim qiz. Tanishib qolinglar. Oltin uzukka yoqut ko'z degan shu bo'ldi-da, ha? Rahmatchi adash. Yaxshi qiz ekan. Rahmatimni keyin etsam ulgursan. Ha? Qani, elinglar, elinglar. Meni ag'ishib o'tiringlar. Adash, ala. Qanamisa? Xo'ja. Xo'shamisiz? Xo'sh. Xo'ja. Elinglar, elinglar. Tatmay elinglar, ha? Qanadash? Xo'sh. To'lqin bilan so'qishtirmabsan. Jurat. Amsa, men qaytqashtiray. Sizlar o'ltiraveringlar. Hay, xo'jash. Nima bo'ldi? Birdam Birdan o'ltamamsiz? qaytmasam bo'lmaydi. Qaytayli. Baliq qo'shnilarnikida qolgandi. Men xijil Bu bo'lib chaqqa qoldim. yig'lab Qaytayli. Birdam o'tiribmanmisiz? Sizlar o'tiraveringlar. Hech qisi yo'q, ha? Birdam o'tirsam Qizimda bo'lmaydi. ish yo'q bo'ldi qila. Mening bu o'rtog'im batdi. Biroq boladan azlab maylamsa. qoldi ekanman. O'tiringlar. Amsi men menga ya. Bo'ldi dadash, keyin ko'rishamiz. Ma'qul, xo'shamiz. Xo'sh. Ma'qulamsa? Xo'sh. O'tiringlar, o'tiringlar. O'tiraveringlar. O'lta adash. Aladash. Bo'ldi. Zo'la vermegin. Boyatim xeyli ichdim. Endi yana ichivasam masub qilib satlashib qolmay. Zo'lmag'in adash. Ha? Hey, aroq deganni bugünkidek chog'da ichmay, qandoq chog'da ichatdi? Ha? Uning ustiga bugun Dilxumar bilan tunji qatim o'ltirishimiz. Uning yuzini qimabsan? Qandoq dedim Dilxumar, ha? Happali, aladash. Ha. Xo'sh. Xo'ja. Ha, qani xo'sh, xo'sh. Ha, xo'sh. Ishkinglarning baxt uchun. Ha? Xo'sh. Siz?
Dolqun. Her qancha mast bo'lsangiz-mu, o'shundaqmi? Yenliklik Biz qilamsiz. qandaq bo'lib Tunugun kechda meni zo'rlab bu yotoqqa keldingiz. Yotoqqa kelib, unmasam unmay. Tunugun araqni jiqichib qo'yibdiman. Eg'ir mas'ub qopdiman. Men rostilla hech nimani bilmayman. Endi men qandaq qilaman? Ota-onamning xalq olamning oldida qandaq beshimni ko'tarib yurayman? Onanda mening o'lginim yaxshi. Xotirjam bo'ling. Men degan o'g'il bola. O'zim qilgan ishqa o'zim ega bo'la olmayman. Biz to'y qilaylik. To'y. Endi to'y qilmasak bo'lmaydi. Kep qaldım. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh emsa. Xo'sh. Apa, to'yni tezroq qilib etsak bo'ladi-ya. Canım balam, bu kızның toylıqı bəkmi eğirken, bizde unçolacıq pul bolmasa qandaq qılımız? Şu emasmi? Bəhməs qızның toyluğu eğir dep, şunca olamı köp toyluq bolamdı. Dada, qandaq qilamiz endi? Hozir hamma yerda shundoq tursa, chidamaymi amal yo'q deyman. Avval qilayiqingni bəkmi mulayim, obdanı qız ekan dep anlagan edim.